Assalomu alaykum youtuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Bugun biz sizlar bilan yangi nishani ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozirgi olinayotgan video mana shu ko'rib turgan hamma kanallaringda chiqadi. Bu kanalda bu kanalda. Xo'p do'stlar, bugun biz sizlar bilan qanaqa nishani ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib, sizlar bilan nisha bilan tanishib chiqsak. Kompyuter ekranimiz mana o'sha men ishlatgan materiallar unchalik ko'p emas. Sizlarga ko'rsatib beraman hozir nima ishlatganimni. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta sun'iy intellektda sahna tayyorlab olganman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta PNG rasm. O'sha yeydi, mana shunaqa kaktus, shokolad, grill, ananaslar yeydi. Ananaslar deyishadi. Keyin bitta green screen bor, o'sha galочкali green screen bor. Bu green screendan ham foydalanganman. Hozir men sizlarga qanaqa video chiqqanini, qayerda qanaqa qilib foydalanganimni ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Kattalashtiramiz. Mana kichkina qilish kerak. Do'stlar, videoga like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Sababi sizlar qanchalik ko'proq poddesh qilsanglar, shunchalik ko'p videolarimiz chiqadi YouTube'ga. Bo'lmasam do'stlar, biz boshlaylik. Qaranglar. Pastda mana bitta, ikkita, uchta, mana bundayroqdek to'rtta videoni terib olganman. Mana to'rtta video terib olganman sun'iy intellektda. Tepasida mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta PNG qo'yganman. O'sha unda kaktus degan bo'lsa, kaktus PNGsi, shokolad desa, shokolad PNGsi, grill desa, grill PNGsi, ananasga ananas PNGsi. Tepasida har bitta videoni oxirida galchka bor. Mana men sizlarga videoni ko'rsatib o'taman. Xo'p, qaranglar. Kaktus yeyapti, galchka chiqyapti oxirida. Shokolad yeyapti. Shokolad juda ham galchka chiqyapti. Grill yeyapti. Grill juda ham galchka chiqyapti. Ananas yeyapti. Ananas juda ham galchka chiqyapti do'stlar. Xo'p, endi bunaqa videolarni biz sizlar bilan hozir tayyorlashni, noldan tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga birinchi o'chiritda shunaqa kanal kerak bo'ladi. Men kanalni sizlarga olib beraman. Bu yerda Robloxdan stream ham qilaman. Stream oynasi ochilgan ekan. Xo'p, qaranglar. Men qidiruvga yozib olishim kerak. Asmir deb yozib olishim kerak. Ya'ni ovqatlanish, asmir ovqatlanish. Mana shu sizlar qidirganlaringdan mana shu video 100% chiqadi. Chunki bu вообще rekka otib o'rgan video. Ko'ramiz video. Asal yeyapti. Yeyanadan yeyapti. Marmeladlar yeyapti. Bitta videodan qancha daromad qilganini masalan. Mana, xullas shunaqa do'stlar. Endi bunaqa videolarni biz tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda do'stlar bizga Grok kerak bo'ladi. Grok sun'iy intellekt mutlaqo tekin do'stlar. Grokka kirib olamiz. Hozir kiradi. O'sha обновление bo'ldi. Image bu nimasiga o'tamiz, image'iga. Hop. Hozir image'igacha kirishi internet sekin ishlayapti. Shuni hisobiga ham kechroq kiryapti. Hozir kiradi image'iga. Mana image'iga o'tdi. Keyin mana qarasalar, men o'zi shunaqa rasm yaratganman bitta o'zim. Men bu rasmni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. YouTube taraqqiyot degan Telegram kanalimiz bor do'stlar. Telegram kanalimga qo'shilishinglarni maslahat qilaman, maslahat beraman do'stlar. Sababi bu yerda sizlar ko'p ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Men har xil natijalarni tashlab turaman, efir qilib turamiz Telegram kanallarimizda. Mana bugungi videoni promptini ham men
O'sha Telegram kanalimga tashlaganman. Hozirgi prompt ya'ni. Kiraman men buni ichiga kirsam mana o'sha hozirgi prompt. Endi men bilan solishtiraman. Xohlasanglar mana men sizlarga mana shu Telegram kanalimda birinchi prompt olmaysizlar, chunki bu rasm generatsiya qilgan prompt. Buni men sizlarga tayyor o'zim beraman bu prompt. Sizlar uni pastdagi prompt olasizlar. Kiramiz, mana prompt qo'yamiz. Mana boshqatdan prompt qo'ydim. Mana bu yerda ovqatnoma deb qo'yganman. Mana shu yerga biz yozishimiz kerak bo'ladi. Yerga nima deb yozamiz? Ну, masalan, baliq deylik. Baliq. Вот chiqaramiz, generatsiya qilamiz. Bu bizga xuddi shunaqa videoni generatsiya qilib beradi. Men bu rasmni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman do'stlar. Hozir ochyapti, уже обновление qilyapti. Загрузка qilishini kutamiz. Mana загрузка qilib bo'ldi. Endi buni download qilamiz. Chunki hozir bu yerda ko'rinishicha sekinroq bo'ladi. Download qilsak, download bo'lguncha biz CapCut'da yangi proyekt ochib turamiz, чтобы video qilgan. Kattalashtirib olamiz CapCut'ni. Mana Creative New Project qilamiz. Mana kirgandan keyin, hop, mana shuni pastga olib qoldim. Nimagadir mana shu bo'lyapti, mayli. Keyin o'zim o'rnab qo'yaman videodan keyin. Xo'p, kirsa mana download qilib olgan. Ikkalamiz qo'yamiz. Endi ko'ramiz videoni. Qanaqa video chiqqan? Baliqni qiluvdi esinglarda bo'lsa. Mana baliq deyapti. Qaranglar, Asmir ovozlar bilan. Bo'ldi mana. Baliq deb bo'ldi. Endi biz bu yerga yozishni xohlagan narsamizni yozamiz. Masalan, bu yerga nima deb yozishimiz mumkin? Qanaqa bir ideyalaring bo'lsa, shu narsani yozsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu yerga endi baliq bo'ylay boshladi. Shuning uchun baliqqa mosroq qilib olib ketsak yaxshiroq. Krivatka deydi. Mana nima deydi? Krivatkami? Hali krivatka menimcha hamma bilsa kerak. Krivatka degan o'sha nimasi bor. Hayvon bor, yeydi uni. Suv nimasi? Suv oltima shunaqa deyiladi. Krivatka deb yozsak, qidiruvga krivatka qilsak. Yo, noto'g'ri aytdimmi? Krivatka noto'g'ri ekan. Hozir qanaqa chiqararkan bu? Ko'raylik. Endi qaranglar, krivatkani buni download qilib olamiz. Endi krivatkani o'zgartiramiz. Nimaga? Masalan, qanaqa ideyalaring bo'lsa yozaverasizlar. Men bu yerga lampochka deyman, lampochka. Ya'ni bitta xanarda shuni yeb boradi. Mana уже buni ham download qilib oldim. Endi krivatka hozir to'g'ri yozdimmi, noto'g'ri yozdimmi hozir ko'ramiz. Mana ishidan. Yo'q, noto'g'ri yozgan ekanman. Buni bitta narsa xullas, buni ham yevordi. Biz buni kartoshka qilib, frey qilib olsak ham bo'laveradi. Sababi ko'rsak mana birinchisi baliqni yeyapti. Undan keyin mana как будто o'sha frimi, kartoshka frimi xuddi shunaqa narsani yeyapti. Keyin mana lampochkani ham qilib bo'ldi. Endi buni ham download qilamiz. Endi qarang, lampochkadan nimaga o'tamiz endi? Yana qanaqa narsalar bor? Xo'p, buni download qilib olib, buni qo'yib turamiz. Keyin narsa o'ylash kerak. Qanaqadir o'zlari ideya qilib qilsanglar zo'r. Mana endi qo'yamiz. Mana lampochkani qaranglar yeyapti. Qarang, mana lampochkani yevordi. Endi bu yerga tokni deylik, tokni. Tokni ham shuni yevoradi. Endi qaranglar, CapCut'ga kiramiz. Buni kichraytirsak mana. Ovozlarni bor balandlikka qo'yib qo'yamiz, audiosini. Audioga o'tib, mana shu
20 dbga qo'yib qo'yamiz. Telefonda ham bir xil yasalish. Mana o'sha yapti. Endi qaranglar. Bizga galchka kerak bo'ladi. Galchkani qayerdan olamiz desanglar, men bundan kutib yopib qo'yibman hozir mana. Galchkani men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman galchkani. Hop, mana galchka. Xuddi mana shunaqa green screen qilib tashlab qo'yaman. Mana o'shani to'g'rilaysizlar. Bunday galchkani yuradi bu. Galchkani olib kelib qo'yasizlar joyiga. Hozir men galchkalar ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rsatilmasligim ham mumkin. Sababi hozir copyright qildi. Menga qo'yilsa maytayapti. Mana bu yerga qo'yilsa ko'rsataman. Qo'yilmas ekan. Sababi manaqa kelishi kerak. O'zi bu yerda import qilib oladigan bo'lsam, mana shu yerlarda galchka bo'lishi kerak edi. Green screen. Yo'q, bu zapis ekan. Galchkani topib olishim kerak. Mana men o'zim ham shunaqa videolar yasab qo'yaman. Sizlarga ko'rsatay mana. Mana xuddi shunaqa video hozirda men 3 ta shunaqa videoni qo'ydim. 3 ta video qo'ydim, uchalasi ham cho'tki prosmotr oldi. Roblox yo'nalishida ishlayapman hozir masalan. Bunda ham emas kamera roldachi. Bunda ham emas. Qaysindadir bor edi. O'sha green screenni men tashlab qo'ygandim. Mana. Mana shuniki. Hoppa mana. Endi qaranglar, buni olib kelasizlar-da, mana shu videoni oxiriga qo'yib qo'yasizlar mana. Buni keyin qaranglar. Bunga olib kelamiz. Video oxiriga qo'ydik. Remove BG qilamiz, chroma key qilamiz. Yashil joyini olib tashlaymiz. Endi bu nimaga kerak desanglar, hozir men buni aytaman nimaga kerakligini. Ctrl C qilib, ya'ni copyright qilib, har bittasini oxiriga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda bizning yana bitta videomiz bor edi. Buni ham adashmasam qilib bo'ldi. Xo'p. To'kni deyapman. Buni hali skachat qilmagan ekanmiz. Endi qaranglar, biz bu yerda nima qilishimiz kerak? O'sha hozirgi aytgan narsamiz, ya'ni lampochkalarni biz PNG'sini olishimiz kerak. Lampochka PNG qilamiz. PNG qilib yozasizlar mana. Qarang, lampochkani PNG'si chiqdi. Save qilib saqlab olasizlar. Buni men olib kelib turaman. O'sha bu bitta ko'rib olamiz. Tokina deydi, to'k deydi. Nima bu yer ishqilib. Endi qizig'i sizlar yaxshiroq narsa qilib, yaxshiroq yozib chiqarsanglar bo'laveradi. Masalan, men hozir bundan oxirida, videoning oxirida bundan oldingi videolarim qanaqa bir sifatli chiqqanini sizlarga ko'rsataman. Mana lampochkani qo'ydik. Endi lampochkani o'rniga tok deb yozamiz masalan, tok TikTok pot. Akkumulyator deyilsa, to'g'ri. Mana shuni olaveraylik-chi. Qarang. Hozir videoda yegan narsasi lekin bunga o'xshamaydi-da xullas. O'zlaring sekin qilaverasizlar u narsani endi. Har bitta narsani olasizlar-da, mana men bu yerda saqlanib qolgan bo'lsam, CapCut'ni ichiga kirasizlar, qo'yasizlar. Keyin mana o'sha boshiga qo'yasizlar-da, oxirigacha videoni tortib qo'yasizlar. Buni ham chroma key qilib, xuddi shunaqa qilib orqa fonini olib tashlaysizlar hozir. Mana orqa fonni olib tashlaysizlar. Sal kichraytirasizlar. Lampochka nechinchida masalan, birinchida baliq, ikkinchida free, uchinchisida lampochka. Uchinchisi bizga taxminan mana shularga to'g'ri keladi. Keyin nima qilasizlar desanglar, mana uchinchisini metdagi narsani, mana bu galchkani moni ustiga qo'yib qo'yasizlar. Endi qaranglar, galchkani moni tepasiga chiqarib qo'yamiz, sababi bu lampochkani ustida chiqishi uchun. Mana bu videomiz generatsiya bo'lib ketdi, shuning uchun zvuk oзвучка bo'ldi. Qaranglar mana. Endi masalan men hozir bitta fonni qilgan bo'lsam, qarang. Lampochkani yeyapti, pastda mana lampochkani logosi. Sizlar xuddi shunaqa masalan baliqnikini terasizlar, ketma-ket terib, keyin ustiga oxiriga mana shu galchkalarni naqlib to'g'irlab chiqasizlar. Masalan men hozir bittasini lampochkani qilib ko'rsatib beraman.
Lampochkani yeyapti, keyin galочка chiqyapti. Mana. Lampochkani yedi, galочка chiqdi, ya'ni yedi degan shunaqa belgi chiqadi. Asmir ovozlar bilan chiqarib beryapti. Bo'ldi. Shunaqa qilib qilaverasizlar bemalol. Endi qaranglar, mana bundan oldingi videolarini ko'rsatdim. Hozir video ketayotgani shuncha tushunmay qolgan bo'lishinglar mumkin. Mana qaranglar, ananas qo'yganman, ba'da grilni qo'yganman, shokolad qo'yganman, kaktus qo'yganman. Boshida kaktus edi, keyin mana galочка chiqadi, keyin shokoladda galочка chiqadi, keyin o'sha grillda galочка chiqadi, keyin ananasda. Bu videoni masalan bitta ko'rib chiqinglar. Mana boshidan ham ko'ringlar, yana bitta ko'rib olinglar. Har bittasini yeyapti-da, ustida galочка chiqyapti. E'tibor bersanglar, Asmir ovozlar bilan mana xuddi shunaqa PNG'larni olganman mana bitta modda green screenimiz galочкali. Keyin mana bu yerda o'sha 4 qismli o'sha videoyimiz. Keyin mana shu buni qaranglar. Eng zo'ri masalan hozir mana ko'rasizlar. Shuni skrinshot qilaman mana shu yasalishini. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Sizlar bitta ko'rsanglar bo'ladi. O tepadagi mana 4 ta yashil masalan green screenlar. Keyin bag'dagi 4 ta mana unlari PNG'lar. Keyin eng pastdagi 4 tasi bu o'sha video asosiy bir material desak ham bo'ladi. Keyin mana tashlab qo'yaman. Video montaj. Montaj deb qo'yaman. Bo'ldi. Mana tashlab qo'ydim Telegram kanalimga. Endi hozir men galочкani tashlab qo'yaman bu yerga. Keyin galочкani tashlasam bo'ldi. Mana u rasmni ham tashlab qo'yaman. Mana shu harakatga keltirishinglar uchun sizlar boshida o'sha rasm kerak bo'ladi. Sizlar birinchi bo'lib imijga kirib nima qilasizlar? Sizlarda muayyan yopiq bo'ladi. Masalan, men hozir saqlanib qolgan rasmni tashlab olaman. Rasmni tashlaymanda, mana xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Keyin bu pastiga tab to customize video degan joyga xuddi shunaqalar, haligi copyright qo'ygan narsalarni ham qo'yasizlar. Keyin make video qilib boshqatdan yuborsanglar, xuddi o'sha video sizlarda generatsiya bo'ladi. Agar kim tushunmagan bo'lsa, kommentariyada tushunmadim deb yozsanglar, Telegram kanalimga o'tib, Telegram kanalimizda bizda chatimiz bor mana. Shu YouTube taraqqiyot chat degan chatimiz bor. Mana hamma o'zini natijalarini tashlaydi bu yerda. Masalan, kimdirlar editga qiziqadi, yozuvlar bor, har xil bir CapCut'dan montajlar bor. Hammasini mana shu adminlarimiz ham o'rgatadi. Endi qaranglar do'stlar, biz o'zimizning xizmatlarimizni yo'lga qo'yganmiz. Vortex Uzbot bu mana shu Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Vortex Uzrobot qaranglar. Bu yerda qanaqa xizmatlar bor? Asosiy menyuga qaytsak, Instagram xizmatlarimiz bor. Instagram obunachilar, Instagram layklar, nomerlar, Instagram ko'rishlar, Instagram galочка ham olib beramiz do'stlar. Narxlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Endi bizga kiraylik, YouTube xizmatlariga o'tsak. YouTube uchun obunachilar bor, YouTube uchun layklar bor, YouTube kanal ochish, ya'ni noldan kanal ochish. Bu yerda afzalliklari bor. O'sha nomer tasdiqlab beramiz. Amerikan nomer tasdiq hammasi xullas mana shuning ichida yozilgan. Bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bizda YouTube uchun nomer, ya'ni nomer tasdiqlash xizmatimiz ham bor do'stlar. Atiga 8000 so'mga sizlar nomer tasdiqlatasizlar. Mana shuncha foydalari, AQSh algoritmi, tezkor rek, uzun videolar, plus 15 minutdan ortiq videolar qo'ya olasizlar. Maxsus preview, ya'ni muqova, kanal ishonchini oshirish. Ya'ni nomer tasdiqlasanglar, YouTube yana ham sizlarga ko'proq ishonadi. Xullas do'stlar, keyingi videolar o'tkazib yubormaslik uchun mana shu qaysi kanalda sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar hozir shu kanalga obuna bo'lib ketinglar do'stlar. Kommentariyada do'stlar shuni yozib ketamiz kommentariyada. Tushungan bo'lsanglar tushundim, bo'lmasam tushunmadim deb yozsanglar do'stlar. Telegram kanalimga o'tib chatda yozsanglar, men sizlarga o'zim lichkalaringga yozib shaxsan o'zim tushuntiraman bittalar do'stlar. Xayr, bo'lmasam hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni